Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Hop, bugungi 9-aprel bo'yicha mana faralarimiz, Sportage faralarimiz, mana hammasi full va oddiylari ham bor. Mana oddiylari ham, mana oddiy, mana o'sha fulllari, mana lupalilari deymiz. Hop, bugungi videomizda men sizlarga bugundan narxlarni bildirish va maqsadida narxlarni aytib turaman. Xo'p, Kia K5 oddiysi xo'p $200 bo'libdi. Mana Kia K5 oddiysi $200. Kia K5 2025 mana 2025 yangi modelimiz mana 2025 boshqacharoq ko'rinishda yo'llarda qayrilgan joylari bor. Bularimiz $450 dan bo'libdi. Kia Full deganimiz mana Kia Full $300. Hop, K8 $200, Sportage $280, Sportage Full lupalilar bor $330 dan, Sorento oddiysi 300, Sorento Full'imiz $370, Sorento 2025 oddiysi $500, Sorento'imiz 2025 Full'ı $600. Hop, Sorento'imiz oddiysi $380, Santa Fe oddiysi $380. Santa Fe Full'imiz bor $450. Seltos oddiysi bor. Seltos oddiysi $250, Seltos Full'ligi $330. Seltos 2025 oddiy $300, Seltos Full 2025 $330. Elantralarimiz oddiysi $200 dan, Elantra Full'ligi $300 dan, Carnaval 2025 $500, Tucson tepa qismi bor $300 dan va past qismi $250. Hop, Sonata 4 talilar $400, Sonata 3 tali lampochkasi bor $300 dan. Hop, bu yerda yana K8 tumanlilarimiz bor. K8 tumanlilarimiz. Hop, mana bu yerda tumanlilarimiz ham bor. Kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, nomerimizga murojaat qiling. Telegram va Instagram daramizda sizlar uchun